Rivoyat qilishlaricha qadimda ikkala do'st birga o'nib, o'sib, ulg'ayib voyaga yetdilar. Voyaga yetganlarida do'stlarning yo'llari ayro tushibdi. Xalqimizda chiroyli bir so'z bor azizlar. Alloh nazari tushgan inson elida xon, yurtida sulton bo'ladi deydi. Do'stlardan birisi o'zi yashab turgan elni xoni sultoni bo'libdi. Oradan ko'p yillar o'tibdi. Do'stlar qayta uchrashganlarida, dasturxon atrofida diydor ko'rishganlarida elni sultoni do'stini holidan, hayotidan xabar so'rganlarida do'stlari shunday javob qilgan ekan. Allohimga beadad hamd va sanolar bo'lsin. Avvalo bu hayotda men cho'pon bo'ldim. Beadad shukronalar aytaman. So'ngra qozi kalon bo'ldim. Ming shukrlar bo'lsinki, bugungi kunda men shohman, sultonman deganlarida haligi shoh hayron qolib so'ragan ekan. Elni yagona shohi men bo'lsam, gap so'zlaring so'y sababini tushunmadim do'stim deganlarida do'stlari shunday javob qilgan ekan. Alloh meni davlatim, tojim menga ota-ona berdi. Osh-yon berdi, davlat berdi. Ota-onam men o'ylagandan ham ortiqroq vafoli yorga ro'paro qildilar. Alloh menga yor, muqaddas dargoh berish barobarida shirindan shakar aziz farzandlar berdi. Farzandlarim voyaga yetgunicha orqalarida yugurib yelib men cho'pon bo'ldim. Farzandlarim voyaga yetganlarida farzandlarimga aka-ukachilik, og'a-inichilik rishtalarini ulashib, farzandlarim orasida qozi kalon bo'ldim. Beadad hamd va sanolar bo'lsinki, har safar turganimda Allohga shukronalar aytar ekanman. Jondan aziz ko'rgan farzandlarim, kelinlarim qo'llarini ko'ksiga qo'yib, bir piyola choy uzatganida mendan baxtli inson yo'q. Al-qissa shuki, do'stim, men oilamda mehnatim sharofati bilan Alloh inoyati ila aziz farzandlar, nevara-chevaralar bag'rida shoh va sultonman degan ekan. Mehnatingiz halol, noningiz butun bo'lib, oilada shoh va sultonlik gashtini surish, aziz farzandlarni baxtiga suyanish, nevara-chevaralarni rohatini ko'rish ilohim barchanglarga nasib etsin. Inson mehri, inson oqibati, bilingki, inson hayotini ziynati desak mubolag'a emas azizlar. Suyanganlarimiz, qadrlaganlarimiz, yaqinlarimizni e'zoz qilamiz. Loylar kechib joy qilganimizda, imoratlar qilganimizda, baxtli kunlarda to'ylar qilganimizda jigarlarimizga, yaqinlarimizga suyanar ekanmiz azizlar. Sizlarni boringlarga shukronalar aytamiz. Mehmon bilan to'yxonalar, xonadonlar fayzli desak mubolag'a emas. Qadriga yeting bo'lsa akangiz, qo'lini tuting bo'lsa ukangiz, bir kuni qurisa mador tinkangiz, begonalar tomon chapa olmaysiz, ulardan boshqani topa olmaysiz. Yoningizda bo'lsa opangiz, emaklab borib poyin o'pingiz. Dardli kun kelganda har yon chopingiz, bozordan bir opa olmaysiz, ulardan boshqani topa olmaysiz. Yaxshi kunda qadriga yeting yoringiz, dard kulsa shu bo'lar ham bemoringiz. Tarqalib ketganda yo'g'u boringiz, o'zga bir yorni suya olmaysiz, shu yordan boshqani topa olmaysiz. Bugun sho'g yurgan jajji bolangiz, artadi bir kuni ko'zda jolangiz, suykalib kelsa gar boshin silangiz, birovni bolasin o'pa olmaysiz, ulardan boshqani topa olmaysiz. Duosini oling bo'lsa otangiz, qadrga yeting bo'lsa onangiz, shu bugun tuzating ay bu xatongiz, erta kech bo'ladi, xafa bo'lmaysiz, ulardan boshqani topa olmaysiz. Qadrlaganlarimiz, e'zoz qilganlarimiz ilohim baxtimizga sog' va salomat bo'lsinlar.